Buxoro viloyati G'ijduvon tumani Muhriddin degan akamizni xonadonlarga chiqaryapmiz. Xudo xolasa bu ishimizni 12 talikdan iborat bo'lib, bu ishimiz Monika Cobra 3D deyiladi. Oyoqlari gulli variantidan Xudo xolasa o'ta shol ishlab berganmiz. 100% yong'oq daraxtidan yasalgan. Xonlar keladigan bo'lsak, xonlar razmeri 320 ga 120. Xonlari xon taxti va vazifasini ham bajaradi 35 sm-lik. Xonlari MDF dan qilindi, stullari yong'oqdan chestinlik qilib ishlab berdik. Kombinatsiya qilib sidinasi bilan sidina turetskiy material, tepasi adnatoy material. Xudo xolasa o'ta shol ishlab berdik. Egalariga ham yoqdi. Xudo xolasa shunaqa komplektlar kerak bo'lsa aloqaga chiqa olasizlar. O'zimizga Xudo xolasa bizning manzil Andijon viloyati Oltiko'l tumanida ishlab chiqaramiz. Bu komplektimiz narxi 7 million so'mga chiqarib berdik. Dastavkadan tashqari dastavkasi 600 ming so'm bilan ketyapti G'ijduvonga. Shunaqa ishlar kerak bo'lsa aloqaga chiqa olasizlar. Usta Shahbozbek nomerimni yozib qoldiraman. Xudo xolasa aloqaga chiqa olasizlar. Chiroyli ishlab beramiz. Vodiy bo'ylab dastavkamiz ichida bo'ladi. Yetkazib berishimiz bepul vodiy bo'ylab. Aloqaga chiqa olasizlar.